Hammaga salom do'stlar. Bu kanalda yangi video va yana bir sayohat. Ichinglar kuymasin. O'zbekistondagi sayohat, ichki turizm va biz emas, to'g'rirog'i men o'tgan yili kelgan bir shahrimga yana bir marta keldim. Basharam ko'ryaptim. Kanalni bir norasmiy nomi desa ham bo'ladi, bu basharam ko'ryaptim degan gapni. Hozir qaysi shaharga kelganimni ko'rib bilib olasizlar. Biz o'sha shaharning aeroportiga keldik. Yangi aeroport ekan mana. Nimmoz degan shahar. Hazillashdim. Bu yangi aeroport ekan. 2 yilmi bo'lgan ekan ochilganiga. Rekonstruksiyadan chiqqanmish. Bu esa aeroportning ichkarisi. Kassa. O'tadigan joylar. Duty free kichkinagina. Duty free'ning ichida har balo bor. Axir men ro'zaman. Kichkina shinamgina aeroport ekan. Intervyu berishyapti. Yana bir marta salom. Bu reklama qonunchiligiga ko'ra men buni aytib qo'yishim kerak. Xullas, 4-aprel kuni soat 19:00 da Sahna stand-up klubda EKG jamoasi, ya'ni bizni stand-up konsertimiz bo'lib o'tadi. Описаниеda biletlarga link qoldiraman. Bemalol kelib, maza qilib stand-up ko'rsanglar bo'ladi. Agar siz bu videoni 4-apreldan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham muammo emas. YouTube'ga chiqadigan konsertning videosiga ham описаниеda link qoldiraman. Agar siz 4-apreldan o'tib ketgan bo'lsa, hali YouTube'ga video chiqmagan bo'lsa, keyingi stand-upimizga kelarsiz. Zominga qaytamiz. Tandir pishiradigan joyga keldik-da. Shunday joyga kelsang, ro'za bo'lsang, ko'proq savob tegsa kerak. Можно мне, пожалуйста, такой? Я проверила. O'tgan yilga kelganimdan joy ancha o'zgaribdi, remont qilishibdi. Zomindagi milliy tabiat bog'iga kirishda har doim to'xtatib ma'lumotlar beriladi-da. Men o'tgan safar kelganda eshitganim uchun ma'lumotlarni hozir boshqa joyga tushirdim. Bu tog'ni oldida mana bunaqa kichkina soycha bor ekan. Yo'q, tamam suv. Oshayotganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun har bir biletni sayyoh qiladi, registratsiya qiladi, hujjatlarini ko'radi, diplomni to'lov qilib o'tkazadi. Demak, bu orqali har tomonlama bizga foydalidir. Ham sayyoh qilamiz, ham odam qancha kirib chiqayotganini, kimda kirib chiqayotganini bilib turamiz shu orqali. Shuning uchun bu yerda Biz O'rtoqlar kanalimizni kuzatuvchilari biladi, tog'larga bo'lgan muhabbatim cheksizligini. Men anaqa joyga tushib qoldim. Zahar ketibdi-da. Chayka.
Takay mana shunaqa joyda turibman-da men hozir. Endi bu yerdaga tasvirlab bo'lmaydi-da. Qani endi video orqali yetkazish imkoni bo'lganda bu yerdagi bir havo tozalikni, bir soflik, bir poklikni-da o'tkazgan bo'lar. Masalan, ilingan bo'lar. Bu yo'lda qor bor ekan. Tepa ancha sovuq hozir masalan bir 5 gradusmi, 4 gradusmi ko'rsatyapti. Tog'lar uchida ham qor bor. Oldin kelganda ham bor edi-yu. Mana yerda ham qor bor. Xullas biz Baxtmi ko'prik nomi? Baxt ko'prigiga keldik. Qo'rqinchli Baxt ko'prigi. Shu anaqada balandlik da ko'rinayotgandir balandlik xullas. Yer. Endi men ikkinchi chiqishimni ko'prikka. Shunga shunday uzilib ketsa. Mana bu manzaraga arziydi-da, mana shu qo'rquv. Shu yerda intervyu olish kerak ekan-da. Endi do'stlar, men ikkinchi marta chiqqan odam sifatida ikkinchi marta chiqishni maslahat bermas ekanman bunga. Chunki вообще reaksiya yo'q. Bitta reaksiya atrofdagilarning qo'rquvidan kulish. Uch yuz oltmish Yamanza qilinglar. Hamma joyda oynali ko'prik deyishgan-ku. Nima reaksiya bermaydi deganim qanday? Qo'rqitmaydi degan ma'noda, lekin qo'rqitmagan taqdirda ham bu yerga kelish mana bunaqa go'zalliklarni ko'rish uchun arziydi-da, bu manzaralarni ko'rish uchun. To'rt tomoning qibla deganda to'rt tomoning tog'. Pas. Xullas o'ta go'zal. Haligi bu yerdagi go'zallik вообще ta'riflab bo'lmaydi. Neverayatni go'zal. Просто kelish kerak bu yerga, kelib chiqib ko'rish kerak bo'ldi. Masalan, qaysidir ma'noda qo'rquv yengishga ham balki yordam berar kimlargadir. Masalan, menga yordam bering o'tgan safar. O'tgan safardan keyin mana qo'rquv yengilgan. Mana bemalol qo'lni cho'ntakka tiqib olib, bemalol yuribman mana. Oynalardan o'tib, boshqa qilib dib turganda kuyapti. Qullab. Necha? Hey, silkitmaylar. Shunday gaplar, do'stlar. Xullas hozir ko'prik bu tomoniga o'tdik. Jumping ochiq ekan, jumping haqida gapirib berishyapti. Qanchalik zavqliligini, qanaqa muhimligini, qanaqa shundayligini his qilasizda. 2-3 kungacha garantiya beraman, o'sha nima deydi, pastga tushib chiqqan nimalaringiz sizni tark etmaydi o'sha adrenalin. 3 kungacha siz bilan yuradi. Butun tanangiz boshqacha holatda bo'ladi. Tak, hozir azon deb soat 5 la bo'lib qoldi. Men oteldan tashqariga chiqdim. Chakishga ketsam, yo'q, hazillashdim. Xullas, havo -5 ekan hozir. -5 gradus. Shunga -5 shu bahorda bir ta'min totib ko'ray deb chiqdim ko'chaga. Keyin bir narsa aytmoqchiman. Menimcha yilni istalgan qismida sovuq sevarlar uchun Zomin zo'r joy bo'la oladi. Chunki yilni istalgan vaqtida salqin bo'ladi bu yerda. Kelinglar, mana qor bor. Mana yana qor.
Mana otel. Mana bu kichkina kottejchalar bor-ku, shularning nomi Shale. Mana yana bittasi. Bu siz bilan biz kabi bechoralarni hech qachon puli yetmaydigan anaqalar, joylar. O'tgan yili kelganimizda ham bu yerga kirdik. O'tgan yili ham narxi yo'q edi, narxi chiqmagandi. То есть yaxshi bitmaganmi, lekin ichlariga kirib chiqdik. Hozir ham yaxshi, o'tgan yil ham yaxshi. Topshirilmaganda hali ham. O'tgan yil ham topshirilmagandi, hozir ham topshirilmagan. Lekin juda qimmat bo'ladi, aniq. Bir dachaday gapda, basayni yo'q. Shu yerga kelasiz. Oilaviy keluvchilar uchun qulay bo'ladi bu yerda, menimcha. Shunday go'zallikda, mana bu yoq ham shunday go'zallik, qaranglar, shunday go'zallik. Shunday go'zallik. Может, butun video davomida betga ikkinchi marta kelishim deb ezorgandirman, lekin men tilagan ham ikkinchi marta kelishim. Bu yerda ham to'xtagandik o'shanda. Va o'shanda o'ylagan narsalarim hali aytib bermoqchiman. O'yladimki, bunaqa tinchlikni, bunaqa xotirjamlikni hamma joyda ham topib bo'lmaydi deb. Unda kelganimizda odamlar yo'q edi. Dafiga odam bor. No, baribir siz xotirjamlikni his qilishingizga hech nima yordam xalaqit qilmaydi bu yerda. Hamma suv, ya'ni tog'lar, tam bo'yoqlari, vasheta antiq qurt sotadigan xolalar ham sizga bermaydi, qanaqadir xotirjamlikni his qilishingiz uchun. Tinchlikdan zavq olsa bo'ladi bu yerda. Lazor tog'lar, bu tog'larda endi bunday narsada men tog'larni ko'rib katta bo'lgan odam emasman-da. Men o'sgan qishloq tog'lar bilan o'ralmagan. Shuning uchun har ko'rganda zavqlanaman. Hech qachon normal holatga aylanib qolmaydi men uchun. Masalan, katta tog' ko'rsam, "Vau" deyman, qarayman, bir entikib ketaman. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Normal qabul qilinglar buni. To есть kanaldagi 3-video, 3-tog'lar, 3-marta ham mana shunaqa qilyapti, mana shunaqa gaplar gapiryaptimi, mana shunaqa tutyaptimi o'zini deb o'ylamanglar. Men kayf qilaman, har safar kayf qilaman tog'lardan. Go'zallikka qaranglar. Ну, может, sizlar tog'larning orasida o'sgandirsizlar, sizlarga yoqmas bu narsa. No, menga yoqadi. Сочувствую, agar tog'lar yoqmasa. Keyin havo vobshe kayf. Vobshe kayf. Havo bor-ku, ro'zani ochib yuboryapti. To'g'risini aytaman. Men kelganimning sababi, o'tgan safar kelganimda kvadrotsiklda uchuvdik-da mana shu yo'lda. Bu yo'l yo'q edi bu payt. Pastlikda bir qiziq pastlik bor, mana bitta hozir chiroyli. Chiroyli emasmi, bilmayman. Ko'ramiz hozir. Mana chekka. Mana pastlik, boya ko'prikdan ko'rgan pastligimiz bor-ku. O'sha yerlar, mana bu yoqlar. Men mayda keldim-da, mayda vobshe yam-yashil edi hamma joy. Shi go'zal, chiroyli, kayfida qaraychi. Zominga kelinglar, prosta zominga kelinglar. Tushunasizlar shunda bu videoni. Qanaqa men qanaqa kayf qilganimni tushunasizlar. Ikkinchi martada ham даже.